Assalomu alaykum. Ezgulik Hidoyat kanalining aziz muxlislari. Hayotga yangicha mazmun beradigan, qalbga xotirjamlik, amallarga baraka olib keladigan muborak hadislar insonni dunyoqarashini tubdan o'zgartirishlikka qodirdir. Quyida sizlarga bir nechta muhim o'gitlarini keltirib o'tamanki, birinchi, niyatni ahamiyati. Doim niyatingizni go'zal qiling. Niyatingizga e'tibor bering. Payg'ambarimiz alayhissalom amallar faqatgina niyatlarga ko'ra baholanadi deb marhamat qilganlar. Bu hadis hayotimizdagi har bir oddiy ishni, hatto uxlash, ovqatlanish, ishlash ibodatga aylantirib yuborishlik mumkinligini o'rgatadi. Agar niyat xolis bo'lsa, qilingan har bir qadam uchun, har bir gapirilgan gap uchun ajr yoziladi. Buni aslo esingizdan chiqarmang. Ikkinchisi, til bilan qo'l omonligi. Musulmon tili va qo'lidan boshqa musulmonlarga hech qachon ozor yetmaydigan bo'lib yurishligi kerak. Jamiyatdagi munosabatlarni tubdan yaxshilaydigan ushbu qoida bizni doimo hushyorlikka, so'zlaganda, ish tutayotganda boshqa odamlarni ko'nglini og'ritmaslikka chorlaydi. Hatto oilada farzandingizni va jufti halolingizni dilini og'ritishlikdan ogoh bo'ling va ko'chaga, ijtimoiy hayotga, jamiyatga qo'shilganingizda ham biror kimsani g'iybat qilmang, yolg'on guvohlik bermangki, Payg'ambarimiz alayhissalom musulmon tili va qo'lidan boshqa musulmonlarga ozor yetkazmasa haqiqiy musulmon deganlar. Shuning uchun haqiqiy musulmonchilikni ushlab yurishlik o'z imkoniyatingizda ekanligini aslo esingizdan chiqarmang. Uchinchi, eng yaxshi inson bo'lishning yo'li. Payg'ambar alayhissalom aytayaptilarki, sizlarni yaxshilaringiz ahli ayoliga, oilasiga yaxshi munosabatda bo'lganlaringizdir dedilar. Ko'pincha inson ko'chada, ishda o'zini yaxshi ko'rsatishlikka harakat qiladi. Boshliqlarda oldida tavozida turadi. Agar boshliqda farzand keladigan bo'lsa, boshini silaydi. Lekin haqiqiy go'zal xulq hech kim ko'rmaydigan joyda, o'zini oilasida, do'sti birodarlar, yaqinlariga ko'rsatgan mehr muhabbati sabri bilan o'lchanadi. Ko'chada tavozeli bo'lib, uyda qovog'idan qor yog'ib, xulqini buzuqligini oilada ko'rsatib turadigan bo'lsa, azizlar, eng yaxshi inson bo'lishlikka pand berilgan bo'ladi. To'rtinchisi, foydasiz ishlardan tiyilish. Rasulimiz aytayaptilarki, kishini islomini go'zalligi o'zi uchun befoyda, behuda narsalarni tark qilishdadir dedilar. Zamonamiz uchun eng zarur tavsiyalardan bittasi vaqtni behuda sarflashdan, birovlarni shaxsiy hayotiga aralashishdan va foydasiz bahslardan tiyilish insonga ulkan vaqt va ruhiy quvvat tejaydi. Insonni asablari ham joyida bo'ladi. Deb birovlarni hayotiga burnini tiqib, ularni shaxsiga, obro'siga osilib, orqasidan gapirib yurishlik bu eng yomon narsa. Ya'ni beshinchisi, boshqalarga yaxshilikni sog'inish. Sizlardan birortangiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodari uchun ham ravo ko'rmagunicha haqiqiy mo'min bo'la olmaydi. Bu hadis jamiyatda hasad va ko'rolmaslikni oldini oladi. Agar biz boshqalarning yutug'idan xuddi o'zimiznikidek quvvana olsak, hayotimizga inshaalloh doimo fayz kiradi. Amaliy tavsiyalar nimadan iborat? Bu hadislarni kuchini his qilish uchun ularni shunchaki bilish kifoya qilmaydi. Har hafta bitta hadisni tanlab, uni kundalik hayotingizda, muomalangizda, ishingizda qo'llashga harakat qilib ko'ring. Shunda ichki xotirjamlik va ijobiy o'zgarishlarni tez orada seza boshlaysiz. Bunga biz hammamiz kafilmiz. Alloh taoloning yo'li, Payg'ambar alayhissalomning nasihatlari mo'min musulmon odamning hayotini charog'on qilishligiga hech qanaqangi shak shubha yo'qdir.